Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizni Qadam Education markazimizda bitiruv marosimi bo'lib o'tadi. Keling, atmosferasidan siz bilan ulashamiz. Birga o'qiganlar, mehnat qilganlar va katta o'zgarishlar mujassam. Asosiy qahramonlari Qadam Education bitiruvchilari. O'zi oldindan niyatim bor edi, biznesimni boshlash o'zimni. Xudo xolisi shu natijalarga ham erishamiz, xudo xolisi yaqinda. Start beramiz, davay. Assalomu alaykum. Meni ismim Ma'murov Abubakar. Uzun marketda 5-6 oy oldin shu Qadam Education o'qiganman. Uzun market savdolarimiz ancha yaxshi. O'sha payt haftasini o'ziga 8 million oborot qilyotgandik. Hozir umumiy oborotimiz 237 millionga chiqdi uzun marketda. Uzun market savdo yaxshi. Kunlik tushum 4 milliondan 8 milliongacha ham bo'lyapti. Bayram kunlari undan ham oshyapti. Endi Yandex kursida ham o'qituvchi Qadam Education'da. Yandexga nisbatan endi uzundan qaraganda sal pastroq. Yandex ham yurishi kutilyapti. Yandexda ham o'rta savdo bo'lsa kuniga 2 million, bo'lmasa 500 ming, 600 ming ham bo'lib turibdi. Hammaga o'qish tavsiya qilaman, ustozlarga ham hammasiga. Sarvar aka bilan Muhammad akaga alohida rahmat. Yandex bo'yicha Muhammad aka o'tdilar, Sarvar aka uzun marketdan o'rgatganlar. Bolalar uchun o'yinchoqlar, mashina, samokat, rolik shunga o'xshash narsalar. Kelajakda xudo xolasa endi Valbris yo'nalishi ochilsa, Valbrisda o'qib, Valbrisda ham savdolarni oshirish. Assalomu alaykum. Meni ismim Muhiddinov Shamsiddin. Men bu yoqqa kelganimda sentyabrda kelganman va uzun market yo'nalishi bo'yicha 0 dan natijagacha o'qiganman va hozirda Yandex marketda 0 dan natijagacha bo'lgan kursida o'qib tugatdim. Uzun market savdo boshlaganda oktyabr edi, oktyabr o'rtalari. Aksesuar, telefonga chexolli aksesuarlar bilan kirganman. To'g'ri, boshida kam summa bilan boshladim, ammo lekin hozirgi paytda o'zini pulini o'ziga urib va oborotimni kattalashtirdim. Hozirgi paytda oborotim 2,5 milliongacha chiqdi va foydam bo'lsa где-то 3 million, undan ham ko'proq bo'lib qoldi. Hammaga tavsiya beraman va Qadam Educationdagi support, kuratorlar va boshqa hammaga rahmat deyman. Kelajakdagi planlarim uzun marketni yanada davom ettirish va Yandex marketda ham yaxshigina daromad qilish va aksessuar yo'nalishi bo'yicha ketish yoki ko'proq tovar kirgizib yo'nalishimni ko'paytirish. Meni ismim Ahmadjon. Men Qadam Education'da 0 dan natijagacha uzun market kursida o'qidim. Kurs haqida fikrim ijobiy, chunki menga kuratorlarimiz, ustozlarimizdan juda katta yordamlar bo'ldi. Kuratorlardan hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Lazza opaga ham rahmat, Sarvar akaga undan ham katta rahmat. Sarvar aka chunki offline darsda ham ancha katta yordamlar berdilar menga. Tushunmagan joylarimni o'zlari o'tirib bemalol tushuntirdilar. Men asosan yumshoq mebel sohasida savdo qilaman. Savdolarim ijobiy, yaxshi. Men undan oldin ham uzun marketdan boshqa joylardan ham savdo qilardim, lekin uzun marketda boshqa joylardan ko'ra ijobiy bo'ldi ancha. Dekabrda do'kon ochganman uzun marketda. Savdoga chiqishim 7-yanvarda bo'ldi. 7-yanvardan hozirgi bugun 25-yanvargacha 40 millionga yaqin oborot qildim. O'shandan menga 12 million so'm sof foyda tushdi. Kelajakdagi rejalarim yana Qadam Education'ga o'quv markaziga kelib, boshqa yana o'quv kurslariga o'qimoqchiman. Yana bor ekan, mana menga yordam beradigan uzun marketga qo'shimcha sun'iy intellekt bilan men yanada rivojlanib, yanada ko'proq savdo qilish imkoniyatim bor. Uzun market Qadam Education o'quv markazida o'qishda barchaga tavsiya qilardim. Yosh kattaga farqi yo'q. Kuratorlarimiz, o'qituvchilarimiz yaxshi tushuntirishadi. Hech kim ola olmay qolmaydi. Qo'rqmanglar, risk qilishdan kelib o'qib, yo'q men qila olmayman degan narsadan qo'rqmanglar. Bemalol kelib o'qinglar. Tavsiya qilaman. 1, 2, 3. Besh. Maxsus kurs bo'ladi. O'zingizga aytaman, bo'ladimi? O'zingiz qolsangiz, bu yerda qabul qilish xohlamagan bo'lardim-ku. Yo'q, sabr qiling. Yaxshi. Yaxshi lekin. Qancha olsa? Yaxshi. 27 sekundda. Bizani patronimizda eng birinchi savdoga chiqqan kursdoshimiz bo'ladi.
Qadam Education'da o'qidik. Yaxshi o'rgatishdi, yaxshi o'qitishdi. Rahmat hammaga. Raqamlardachi? Raqamlarda Yandexda 25 million oborotga chiqdik. Uzun marketda 200 milliondan oshdi. Qanchadan qancha odamlarga manfaatli bo'lyapti. Qadam Education'da o'qiganimdan xursandman. Hammaning ishlariga rivoj beraman. Avvalambor kursda o'qiganimizdan juda xursandmiz. Butun Qadam jamoasiga katta rahmat bildirib qolamiz. Rahmat. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Zohir. Men Qadam Education o'quv markaziga dekabr oyining oxirlarida keldim. Xudoga shukr, o'zimda qiziqish bo'lgani uchun, jamoa yaxshi bo'lgani uchun, kommunity hamma bir-biri bilan hamjihat bo'lib ishlagani uchun tez savdolarga chiqdim. Bunda asosiy hissasini qo'shgan insonlar albatta o'qituvchilarimiz, Muhammad aka, Ilmira, Layzaxon va boshqa o'qituvchilar hammalik o'z hissaligini qo'shishdi. Bizga qachon yordam kerak bo'lganda ham, misol tovarlarimizni birinchi topshirayotganda qilayotgan xatolarimizni ham etap-etap so'raganimizda ishda bo'lmagan vaqtlarda ham zo'r poddержка qilishdi. O'zimni bu sohadan xabarim bo'lmagan bo'lsa ham kirdim, lekin Xudoga shukr savdolar yaxshi. Uzunda kerakli narsani sotish kerakligini bilsangiz, albatta har qanaqa tovaringiz sotishi yaxshi bo'lar ekan va uni keraklicha targ'ib qilish, reklamalarni hammasini o'sha o'qituvchilar o'rgatgandek reklama qilsa, albatta zo'r natijalarga erishsa bo'lar ekan. Men bu yerga kelib bildimki, uzumda savdolar bunaqa bo'lishligini, uzumda savdo qilish uchun sellerlar qanaqa harakat qilish kerakligini, qancha ovora bo'lishi, qancha yugurish kerakligini to'g'risi umuman o'ylab ko'rmagan ekanman. Men boshimga tushib bildimki, bu qiziq, aynan odamni qiziqtirgan zo'r soha ekan. Bu narsani Xudo xolisa kelajakda yana ham yaxshi anaqalarni kutyapman, natijalarni Xudo xolisa. Yaxshi harakatlar qilyapmiz, yaxshi tovarlarni topishga, bundan buyog'iga topga chiqadigan tovarlar, yangiliklarni qiziqib yuribmiz. Hammaga rahmat. Shu joyda hammamizni gruppadagilarga ham rahmat. Jam bo'lib bitta joyda tanishib o'qishimizga sababchi bo'lgan Qadamga ham rahmat. Men o'zimning yo'nalishim juda ham boshqa yo'nalish edi. Men o'zim avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha xizmat ko'rsataman. Menda qiziqish bo'ldi. Uzumda mana shu narsalarni sotsammikan deb o'ylab ko'rdim. Keyin bu yerga kelib ko'ryapmanki, aynan u narsani emas, nimaniki to'g'ri qo'yib bilsangiz, hammasi savdo yaxshi bo'lishi kerakligini tushunib yetdim. Men hozirda uy ro'zg'or buyumlari bilan savdo qilyapman. Xudoga shukr, savdolari kam muddatda qo'ygan bo'lsam ham tez topga chiqishga уже yaqinlashyapti. Xudoga shukr. Kelajakda Xudo xolisa yana ham kartikalarni ko'paytirib, eskularni ko'paytirib, yana ham ko'proq tovarlar bilan kiramiz Xudo xolisa. Pulli savdolarimizni hozirgi kunda eng kami 2 tadan 8 tagacha bo'lib turibdi. Xudoga shukr, endi 2 haftalik natijaga menimcha boshlanishiga yomon emas. Daromad aynan uzumdan oladigan bo'lsak, uzumda hozircha endi misol unaqa ko'p emas-u, bor bo'lyapti. Menda uzumdan tashqari Telegram kanallar ham bor. Bu narsalarni sotishga hozir asosiy e'tiborni uzumga qaratyapman. Xudo xolisa yaxshiroq natijalarga erishamiz yana. Assalomu alaykum. Ismim Lola. Uzum marketda 0 dan boshlab 1 dekabrdan o'qishni boshlagan edim. Dekabr oyida tahsil oldim. Uzum marketda o'qidik. Sarvar Xallayev ustozimiz bo'ldilar, spikerlik qildilar. Darslar juda ham qiziqarli bo'lib o'tdi. To'g'risini aytsam, birinchi qo'rqqan edim bu o'qishga kelishga. Chunki birinchi Instagram orqali juda kuzatdim, o'qish qanaqa bo'lar ekan, eplay olarmikinman degan narsa qo'rquv bo'ldi asosan menda. Keyin keldim o'qishga, umuman kompyuter sohasini bilmas edim. O'rgatishdi hamma narsani, so'rab kuratorlar orqali yordam berishdi. Rahmat hammaligisiga. Shunaqa qiziqarli qilib o'tishdi, tushuntirib ham berishdi. Misol uchun 0 dan bilmagan odamga kirib borish juda anaqa bo'ldi. Yaxshi, Xudoga shukr, hammasi zo'r bo'ldi. O'rgandim, ilm oldim. O'sha oxirroqga kelganda 12-darslarimizda o'sha sotuvlarga qo'yib, alhamdulillah sotuvlarga chiqdim. Asosan bizda o'sha offlayn o'zimizning do'konimiz bor edi. Bijuteriya sohasi bo'yicha kirdim men. Hozir mana o'sha bijuteriya sotyapman. Hozir o'sha uzum market bijuteriyani qo'yganman. O'rtacha narxlari o'zi asosan o'sha 100 mingdan boshlab 150-200 minggacha qo'yilgan lyuksoviy kopiya anaqa narsalar qo'yilgan bijuteriyalar mahsulotlari. Kunlik hozir bo'layotgani o'sha 4 ta 5 ta kuniga hozircha tushib turibdi endi. Yana ham natijalarga erishamiz degan umiddaman. Xo'rsa, yordamingizni ayashmayapti. O'zi endi natijaga kirganman, bizni hali anaqa qilmadim, kunlik aylanmalarni. Endi menda o'sha birinchi nima desa bo'ladi, o'sha qiyinchilik faqat menda kompyuter bo'yicha bo'lgani uchun yaxshi o'rgandim-da. Nima deydi, kartochkalar tayyorlash juda umuman bilmas edim, qanaqa qilinadi, sun'iy intellekt bilan ishlash, ta'rif, tavsif yozish degan narsalarda juda qo'rqib anaqa qildim. Men o'yladim,
eplolmasam kerak deb o'ylagan edim. Yo'q, kuratorlar juda yordam berishdi. Nima so'rasam, qaysi payt so'rasam ham vaqtida hammasi javob berishdi. Kerak bo'lsa kelinglar offlayn kelib ham o'rganinglar deyishdi. Kelib ketib o'sha o'rganib hammasini qildim va o'sha etapma-etap qilganimni hisobiga natija o'sha 1 oy ichida kirdimda. Boshqa mahsulot bilan ham kirish niyatim bor, ha. Qiziq ko'rib hammasini analiz qilib, analitika hamma narsasini qilib, xudo xolasa kirish niyatim bor. Mani ismim Sirojiddin. Uzum marketga savdo boshladim men. Qadam Education'da dekabr oyida o'qishni boshladim. Hozir 2 ta do'konda faoliyat yurityapman. Birinchi kosmetika, keyin avto aksessuarlar bo'yicha do'kon ochdim. O'zini qopladi o'qish. Juda ham xursandman. Ta'lim bergan ustozlarga, avvalambor Sarvarga, kuratorlar Azizaga, Nilfarga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Qolganlar ham o'qishni tavsiya qilaman. Oborotim boshlanishiga 8 million bilan boshlagan bo'lsam, hozirda 1,5 oy mobaynida 16 millionga ko'tarildi ikkita do'konniki. Kunlik savdo har xil bo'lib turibdi. Misol uchun hozir o'rtacha 500 mingdan 1,5 milliongacha borib turibdi. Kelajakdagi rejalarim nasib bo'lsa, shu ishda davom ettirish, agarda qandaydir yana bir bilimlar olish kerak bo'layotgan bo'lsa, Qadam Education'da shu kurslarga qatnashish rejamda bor.